Assalomu alaykum. Hojiboy salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Birinchi bitta duo qilib qo'ying hammamizni. Alloh amin. Muhammad Shu majmuaning rahbarining ishiga rivoj. Amman qishlog'imiz, elimiz ko'ydala juda katta foydalanyapti. Hamma tovarlari arzon. Ayniqsa men bir do'kon qurdim, hamma qurish materiallari shu yerdan oldim. Arzon. Ishiga rivoj. Bunday majmuadan 100 talab qilsin. Birlariga oldin 1000 edi, endi milliardlab bersin. Ishlariga rivoj. Omon bo'lsin. Hojiboy, endi mana shu mas'uliyatli ishni sizga topshiryapmiz. Bu yerda Damas egasi bor. Bizda 10 milliondan tortib endi chegarasi yo'q, milliardgacha savdo qilgan insonlar bor. Mana shularning hammasining imkoniyati bor. Faqat Damas bitta insonga nasib etadi. Bugun mana Xudoning eng sevgan bandasini mana shu yerda hammamiz birgalikda faqat sizni hamrohligingizda, sizni boshchiligingizda aniqlab olamiz deb niyat qildik. Aylantirib Hojiboy o'zingiz bismillah deb. Hazrat tayyor misizlar? Ovozingiz shunaqa. Zo'r. Hojiboy, marhamat. Xohlaganingizni aylantirib bir donagina olib bering. Rahmat. Ana. Adashmasam, bu yerda hozir menimcha holat sal boshqacha bo'lyapti. Ishonmasanglar, menimcha bu ikkita bo'lib ketgan, yo bittamikan? Mana qarang. Voy, mana. Mana. Shuning uchun Hojiboyga yana bitta imkoniyat beramiz, ikkita bo'lishi mumkin emas. Zo'r akalar, ko'ryapsizlarmi? Damas egasini topishga qanday qiynalyapmiz. Bu haqqoniy egasini kutyapti. Aylantiramiz. Marhamat Hojiboy. Zo'r. Ana endi to'g'ri. Tayyormisizlar? Qaranglar. Men deyarli tadbirlarda har kun qatnashaman-da. Keyin bir tadbirda tadbir egasi aytdiki, shu avtomobilning egasi nomerini oxirigacha ayting dedi. Men aytdim, yo'q aka, oxirgi raqamni aytmaylik. O'ziga telefon qilaylik, bo'lmasa qolganlar ham telefon qilib tusha olmaymiz. Noto'g'ri vaziyat bo'ladi dedim. Yo'q, siz aytganimni qiling dedi. O'shanda yaxshigina xafagarchilik bo'ldi. Shuning uchun ruxsat bersanglar, mana bu Damas egasini ham oxirgi raqamni aytmasdan telefon qilamiz. Shu yerda bo'lsa ham chiqib keladi, uyda bo'lsa ham gaplashaveramiz. Xo'p, hamma rozimi shunga? Chunki haqlik kerak azizlar. Tayyor bo'lsanglar, men birinchi raqamlarni aytaman. Tering. 94lik 558 86 0 bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Aka, shu yerdaman. Qanisiz? 94lik 558 telefon raqamlarini aytaman hozir. Ana endi aytsam bo'ladi. 558 86 07. Mana bu qarsaklar sizga. Aka, kutganmidingiz? Damasni kutganim yo'q, rost. Siz kutgan savol ketib qoldimi? Yo'q. Xafamisiz? Xursandman. Bo'lmasa mana bu qarsaklar sizga endi iltimos. Keling ochib qo'yinglar davrani. Ana bir marta mashhur bo'lib ketdingiz aka, qarang. Hamma telefon, hamma nigoh sizga qaratilgan. O'ting ham tarafda Hojiboy yo'llardan o'tib oling. Aka, ismingiz? Bektoshov Sanjar. Sanjar aka, nima xarid qilgansiz? Men o'zim ustaman. Ustasiz, ha? Oboy, kraska. Shu hamma narsani shu yerga olib xalqqa yetkazib berasiz. Kraska narsalar. Qaysi mahalladansiz? Men Ayritom mahalla. Ayritom mahallasidan. Aka, endi telefoningizni chiqaring, bitta raqamga teraylik, xalq ko'rib qo'ysin, haqqoniy bo'lishi uchun. Elbekjon, oxirgi raqamga tering do'stim. Oxirgi raqamga, oxiri 07. Shunda xalqqa ko'rsatib turing. Bizning raqamdan telefon bo'lsa bo'ldi. Shunday. Mana ko'rsating xalqqa. Mana azizlar ko'rib qo'yishingiz mumkin. Akamiz avtomobil egasiga aylandilar va mana bu qarsaklar ham siz uchun. Ana endi ruxsat